tillarning sardori bu. Allah yo Allah. Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga avvalo ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili bu millatning ruhidir. Til millat ko'zgusi deydilar. Darhaqiqat, unda millatning uzoq o'tmishidan tortib, to bugungi kunigacha bo'lgan davri, madaniyati, ma'naviyati mujassam. Qolaversa, u millatni dunyoga tanitadigan ma'naviy asos, uning muhim belgisi, uzviy va ajralmas bir bo'lagidir. Tillar insoniyatning umumiy boyligi. Inson tilini bilmasdan turib, u bilan fikrlashish imkonsiz. Boshqa bir xalqning madaniyatini anglash uchun ham o'sha xalq tilini bilish talab etiladi. Til bilgan el biladi deb bejizga aytilmagan. Har bir inson o'zining milliy tili tarixini yaxshi anglashi shart. O'zbek tili taraqqiyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning qadimiy ildizlari qadimgi turkiy til tarixiga bog'lanadi. Qadimgi turkiy tilda yaratilgan asarlar miloddan avvalgi asrlardan to hozirgi 11-asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bu davrda yaratilgan go'zal asarlarga xalq og'zaki ijodi namunalarini, Urxun Enasoy tosh bitiklariga bitilgan obidalar, Uyg'ur va So'x yozuvida yozilgan namunalarni manba sifatida keltirishimiz mumkin. Qoraxoniylar davlati davrida yuzaga kelgan eski o'zbek adabiy tili davrida esa Mahmud Qoshg'ariyning Devoni lug'ati turk, Ahmad Yassaviyning hikmatlari, Ahmad Yugnaytukiyning Hibatul haqoiq asari, Yusuf Xosxojibning Qutadg'uqlik asarlarini namuna sifatida keltirishimiz mumkin. Mahmud Qoshg'ariy o'zining asarida turkiy tilni qiyosiy badiiy tahlil qilib, birinchi o'zbek tilshunosi nomini olgan. Bundan tashqari bu asarlar nafaqat tilshunoslik, balki etnografiya, xalqning milliy urf-odatlari, kelib chiqishi, tarixi haqida ham muhim manba hisoblanadi. Eski o'zbek adabiy tili davri eng katta davrni o'z ichiga oladi. 13-14-asrdan boshlab to 20-asrgacha bo'lgan davrlarni qamrab oladi. Bu davr haqida gapirayotganda bevosita va bilvosita ko'z o'ngimizga buyuk mutafakkir, o'zbek tilining asoschisi Alisher Navoiy gavdalanadi. Ulug' alloma Alisher Navoiyning ijtimoiy, siyosiy, ilmiy, adabiy faoliyatida til muhim omil hisoblanadi. U deyarli barcha asarlarida tilning mavqeini oshirishga, uning go'zal va badiiy qiymatli ekanligini isbotlab berishga, oddiy avom xalqimiz mana shu turkiy tilda yaratilgan asarlardan bahramand bo'lishni targ'ib etdi va o'zining qarashlarini umrining so'ngida umumlashtirib, Muhokamatul lug'atayn asarini yaratdi. Bu asar orqali tillar doimo rivojlanib borishi, bu tillarning rivojlanishida boshqa tillar turtki bo'lishini alohida ta'kidlab o'tdi. Til nafaqat rivojlanish, balki madaniyat va ma'rifatning shakllanishiga ham xizmat qilishini e'tirof etdi. Navoiy bobomiz umri davomida tilimizning badiiy, go'zal qiymatini, ahamiyatini yoritib berib, lug'at boyligi nechog'liq boy ekanligini isbotlab, turli badiiy asarlar bu tilda yozish mumkinligini e'tirof etdi. Bundan tashqari, bu davrda Atoyi, Sakkoki, Lutfi, Zahriddin Muhammad Bobur, Mahmur, Uvaysi, Nodira, Amiri, Furqat, Muqimiy, Zavqi kabi buyuk ijodkorlarning ham asarlarini misol qilib olishimiz mumkin. Ne allomalar sening sha'ningga, go'zal baytlar bitgan, fikrlar aytgan. Men ham bir farzanding, angladim beshak, sendan boshlanadi aslida vatan. Asrlar bag'rida mardona tilim, sevib ardoqlaymiz ey ona tilim. O'zbek tili dunyodagi qadimiy va boy tillardan biridir. Hazrat Alisher Navoiyning tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz degan hikmati necha asr o'tsa ham o'zining ma'no mohiyatini yo'qotgani yo'q. Aksincha, tarixiy jarayonlar bu hikmatning naqadar haqqoniyligini isbotlab kelmoqda. Bugungi rivojlangan davr barcha sohalar kabi tillar o'rtasida ham raqobatni keltirib chiqayotgani hech kimga sir emas.
Shu ma'noda dunyo tillari o'rtasida ham gegemon til bo'lish masalasi bugungi kunning asosiy mavzularidan biriga aylandi. Xalqaro tillar qatori o'zbek tilini ham dunyo hamjamiyati orasida yetakchi tillar qatoriga kiritish uchun bugungi kunda yurtimizda bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Dunyo xalqlari o'zga tillarni, xususan ingliz tilini va ingliz tili kabi dunyoda ko'p ishlatiladigan xalqaro tillarni o'rganishga jiddiy kirishgan bir vaqtda va dunyodagi 7000 ga yaqin tillarning ayrimlari o'lik til maqomini olayotgan bugungi kunda o'zbek tilining mavqeini saqlash, uni ko'tarish, xalqaro hamjamiyatga bunday til borligi haqida xabar berish, bunday tilni yanada ko'proq insonlar gaplashadigan tillar qatoriga qo'shish masalasi muhim masala hisoblanadi. Bu borada muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan bir qator ezgu ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ona tili va adabiyot fanidan milliy sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilarning maoshiga 50% miqdorida ustama haqlari to'lanishi mana shu ishlarning eng yaqqol namunalaridan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Men ham bugungi kunda ona tili va adabiyot fanidan yosh avlodga saboq berib kelmoqdaman va o'zbek tili va adabiyoti fani bo'yicha milliy sertifikat sohibasiman. Bugungi kunda yosh avlodga ona tilimiz va adabiyotimizni chuqur o'rgatish har qachongidan muhim. Chunki ommaviy madaniyat va har xil ma'naviy xurujlar avj olgan bir paytda yoshlarni o'zimizning milliy an'ana va urf-odatlarimiz, o'zimizning tilimiz, adabiyotimiz bilan oshno qilish ana shunday salbiy oqibatlarning ijobiy yechimi bo'la oladi deb o'ylayman. Ming yillar kim bulbul kalomi, o'zgarmaydi yaxlit hamisha, ammo sho'rlik to'tining holi, o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim sen borsan shaksiz, bulbul kuyin she'rga solaman, sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman. Zargarimsan, gavharimsan, so'zimsan, oq-qorani tanituvchi ko'zimsan, pok tuprog'im, rizqi ro'zim, tuzimsan. O'zbek tilim, ona tilim, o'z tilim. O'zbek elim, ona elim, o'z elim. Qon qardoshlar davrasida o'rning bor. O'z bayrog'ing, madhiyang bor, tug'ing bor. Mardliging bor, subuting bor, qadring bor. O'zbek tilim, ona tilim, o'z tilim. O'zbek elim, ona elim, o'z elim. So'nggi yillarda yurtimizda barcha soha va tarmoqlar kabi ona tilimiz qadri, nufuzini yanada oshirish borasida amaliy ishlar ham yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Buning tasdig'i o'zbek tilining davlat tili sifatidagi maqomi va obro'-e'tiborini tubdan oshirish bo'yicha qabul qilingan tarixiy farmon va qarorlar misolida yaqqol ko'rish mumkin. Tarixga bir nazar. 1989-yil 21-oktyabr kuni yurtimizda davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. O'zbek tili ona tilimiz davlat tili sifatida xalqimizni birlashtiradigan, jamiyatimizni ulug' maqsadlar sari safarbar etadigan qudratli kuch bo'lib maydonga chiqdi. Davlatimiz madhiyasi xalqaro maydonlarda o'zbek tilida yangray boshladi. Ayniqsa, ona tilimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining yuksak minbarida, ulkan siyosiy sammit va uchrashuvlarda baralla yangrab, tinchlik, do'stlik va hamkorlik vositasiga aylanib borayotgani barchamizni quvontiradi. Til o'zbek xalqining dunyoqarashi, mentaliteti, urf-odatlari, an'analarini yaqqol namoyon etuvchi asosiy manba bo'lib hisoblanadi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bizning o'zbek tilimiz asrlar davomida o'zligini saqlagan holda hozirga qadar sayqallanib, mukammal ko'rinishga ega bo'lmoqda. Hozirda ham o'zbek tilimizni rivoji uchun, uning dunyo xalqlari o'rtasidagi mavqei, obro'sini oshirish uchun bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Buning natijasi o'laroq muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichning 2019-yildagi o'zbek tilining obro'-e'tibori va mavqeini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqilganligi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Shuningdek, ushbu chora-tadbir asosida o'zbek tili izohli lug'atining yanada mukammal ko'rinishining chop etilishi tilga bo'layotgan e'tiborning yanada mukammal ko'rinishi bo'la oldi deb hisoblaymiz. Hozirda ham yoshlarimizni tilga bo'lgan qiziqishlarini oshirish uchun biz yosh o'qituvchilar darslar davomida turli xil ko'rgazmalar, darsliklar, audio materiallar, shuningdek internet
tarmog'idan olingan video materiallardan foydalanib, ularning til boyligini oshirishga yana ham o'z hissamizni qo'shib kelmoqdamiz. Buning natijasi o'laroq hozirda o'quvchilarimiz dunyo miqyosida tan olinayotgan bir qancha olimpiadalarda, shuningdek ko'rik tanlovlarda o'z o'rinlarini egallamoqdalar. Bunda o'qituvchilarning o'rni beqiyos deb hisoblayman. Tilimizning sofligi va betakrorligini saqlab qolish uchun biz albatta o'quvchilar bilan birgalikda badiiy adabiyotlar o'qishimiz, ularga o'sha badiiy adabiyotlarning mazmuni, mohiyatini tushuntirishimiz juda ham muhim deb hisoblayman. Hozirda ham maktablarimizda haftaliklar, ya'ni kitobxon o'quvchi haftaliklari bo'lib o'tmoqda. Mana shu haftaliklarda juda ham o'quvchilarimiz faol qatnashib, o'zlarining o'qigan kitoblari, badiiy asarlari va ularning mazmunini chuqur yoritib berishmoqdalar va buning natijasida ular badiiy adabiyotga bo'lgan qiziqishlarini oshirib, kelajakda mana shu tilimizga bo'lgan e'tiborni kuchayishiga va tilimizning rivojlanishiga o'z hissalarini qo'shishadi deb o'ylaymiz. Nima uchun ko'cha harakati qoidasini buzayotgan kishilarga militsiya hushtak chaladi-yu, butun bir tilni buzayotgan kishilarga hech kim hushtak chalmaydi? Odam tili bilan boshqa jonzotlardan imtiyozlidir. Uning tili orqali boshqa odamlardan afzalligi bilinadi. Til shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir. Agar nutq noma'qul bo'lib chiqsa, tilning ofatidir. Jamiki ezgu fazilatlar inson qalbiga avvalo ona allasi, ona tilining betakror jozibasi bilan singadi. Buyuk ma'rifatparvar bobomiz Abdulla Avloniyning so'zlari bilan aytganda, har bir millatning dunyoda borligini ko'rsatadigan oynai hayoti til va adabiyotidir. Milliy tilni yo'qotmoq millatning ruhini yo'qotmoqdir. Alla bo'lib qulog'imga kirgan tilim, g'azal bo'lib sabog'imga ingan tilim, gullab yashnab ko'z-ko'z etding jamolingni, dilim yayrar ko'rib yuksak kamolingni. Bobur Mirzo sog'inchida yig'ladingmi? Amir Temur ag'yorlarin tig'ladingmi? Ona tilim, boqiy tilim, jon tilim, yillar osha yashnab turgan xon tilim. Bir sehrli tillo sandiq ayoni bor. Durun sochsang na cheki na payoni bor. Ham tig'i bor, ham tug'i bor, tug'yoni bor. Muqaddasim, munavvarim ona tilim. Moh siymosi bo'lmasa, mohtobon nadur. Aytar so'zi bo'lmasa agar zabon nadur. Ona yerga ona tilsiz zamon nadur. Muqaddasim, munavvarim ona tilim. Shaffof nurlarini sochgan oq tonglar, bizga quchog'ini ochgan shu maskan, har biri ko'ngilga yaqin insonlar, barida timsoling, namoyon vatan. Vatan, qachon seni anglay boshladim? Qachon yuragimga kirib kelding sen? Balki xayolimda go'dak chog'larim, onam allasidan paydo bo'lding sen. Ilk bor o'z uyimda ko'rdim yuzingni, hatto tor ko'chamda izing bor edi. Otamning ko'zida ko'rdim ko'zingni, onam yopgan nonda hiding bor edi. Til millatning boyligi, tuganmas xazinasi, ko'zgusi hamdir. Shu sabab til boyligi el boyligi deyishadi. Tilni asrash, avaylash, boyitish, mazmunli so'zlash har bir insonning burchi, vazifasi hisoblanadi. Bugungi kunda viloyatimizdagi umumta'lim maktablarida ham o'zbek tilini asrab avaylash, sofligini saqlash borasida bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Notiq dedi taqdir shul. Bu jahoniy iroda, tillar yo'qolur butkul, bir til qolur dunyoda. Ey voyiz, pastga tushgin, bu gap chiqdi qayerdan? Navoiy bilan Pushkin turib keldi qabrdan. Kim darg'azab, kim hayron, chiqib keldilar qator. Dante, Schiller va Bayron, Fuzuli, Balzac, Tagor. Vazingni qo'y birodar, sen aytganing bo'lmaydi. Barcha dedi barobar, ona tilim o'lmaydi. Hey, bu qanday aqida? Qo'lida tabarruk jom, go'zal Forsi haqida ruboiy aytdi hayyon. Ixtirosli otashdil, beranja so'rdi nolon, nahotki farangi til yo'qolgusi bir zamon. Neruda Lorca turdi Cervantesning yoniga, kim qasd etib tug'urdi ona tilim joniga. Fuzuli yondi ozar, tili guldek so'lmaydi, barcha dedi barobar, ona tilim o'lmaydi. Kamalakdek rangorang bo'lsin deb san'at tillar, asrlarcha qildik jang, armon qildik ming yillar. Beqadr bo'lsa nahot tillardagi tarovat,
yo'qoldi bu kun hayhot, qabrlarda halovat. Faust yondi gurullab, hamsa o'tga tutashdi. Bir sado jahon bo'ylab taraldi, tog'lar oshdi. Bu sado yangrar hamon, sira ado bo'lmaydi. Olam aytar hech qachon, ona tilim o'lmaydi. Ona tilim muqaddas va beg'ubor. Shu til bilan kamol topdi muqimiy. Shu til bilan furqat kuylaydi yonib. Shu til bilan Hamza tanildi elga. Qodiriy o'z tilidan bo'lurmi tonib? Qodiriy qurbon desa o'tgan kunlari yoddir. Fitratu cho'lpon desa she'r hayqiriq faryoddir. G'afur G'ulom Shayxzoda Muhammadni eslasam, qo'lma-qo'l bo'lib ketgan asarlari hayotdir. Biz uchun eng ulug' makon o'zingsan. Biz uchun eng ulug' dunyo o'zingsan. Kelib ketdi necha dunyolar, kuldi hayot, yig'ladi o'lim. Sen deb qurbon bo'ldi bobolar, ular ketdi, sen qolding tilim. Belanchaging uzra qoshg'ariy, kuylab o'tdi qadim navoni va navqiron yaproqlaringga dil qonini berdi Navoiy. Samarqanddan Bobur ketarkan, dilda bo'g'ib hasrat sasini olib ketdi ona yurtidan. Turkiy tilim birgina seni. Kecha kelgumdur debon, ul sarvi gulro kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza lahza chiqdimu, chekdim yo'lida intizor. Keldi jon og'zimga yu, ul sho'xibat xo'y kelmadi. Orazidek oydin erkonda gar etdi ehtiyot. Ro'zg'orimdek ham o'rg'onda qorong'u kelmadi. Mehr ko'p ko'rgizdim, ammo mehriboni topmadim. Jonbasi qildim fido, oromi joni topmadim. G'am billa jonimga yetdim, ham gusori ko'rmadim. Hajr ila dil hasta bo'ldim, dilistoni topmadim. Ishq aro 100 ming mahmar o'qiga bo'ldim nishon bir kamon. Abroda tuzlukdan nishona topmadim. Ko'nglim ichra sarif o'qdi, g'uncha paykon gul tikon. Daxir bog'i ichra mundoq gulistoni topmadim. Boshni fido ayla ato qoshig'a, jismni qil sadqa ano boshig'a. Tun kuninga aylagili nur fosh, birisin oy ayla, birisin quyosh. Ista ato yo'lida fidojon qilmoq, qulluq anoga imkon qilmoq. Zuhri adab istasang farovon qilmoq, bil ani ato anoga ehson qilmoq. Til xalqni birlashtiradi, tarbiyalaydi, o'qitadi. Urf-odat an'analarini saqlaydi. Shunday ekan, ona tilimizning xalqaro miqyosidagi obro'-e'tiborini yuksaltirishda, uni milliy va umumbashariy tushunchalar asosida taraqqiy etgan tillar safiga qo'shishda har birimiz tilimizga hurmat bilan yondoshishimiz kerak.